qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. İslam gruppasi 22 mart kuni Moskvadagi bir konsert zaliga qurolliq suqunib kirib, bir qancha kishini o'ldirgan. Hindu xabar torining 23 mart kunidagi xabariga qaraganda, Rossiya davlat doiralarining aytishicha 62 kishi hayotidan ayrilgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi davlat rahbarlari bu hujumni orqa-orqadan ayblagan. Bu hujum yaqinqi yillardan buyon Rossiyada yuz bergan eng ajallik hujum hisoblanadigan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 23 mart kuni terrorlik hujumida qazo qilganlarga ta'ziya bildirib, ijtimoiy axborot supsi X'da Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgunda hukumati bo'lish suptimiz bilan Kirokes shahrida yuz bergan qabih terrorlik hujumida qazo qilganlarning oila tavobatlari va yaqin yo'riqlardan samimiy hol so'raymiz. Biz Islom davlati Xorason viloyati va uning vahshiy hujumlarini qat'iy ayblaymiz. Bu tragediyaning ziyiniga uchraganlar bilan bir safda turamiz, dedi. 25 mart dushanba kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgunda hukumatining muavin raisi doktor Sayragul Savutbay Amerikaning Shvetsiyada turishliq bosh elchisi Erik Ramaxan bilan ko'rishib, elchixona tarafidan o'rinlashtirilgan ayollarning tarixiy ayini tabriklash uchun o'tkazgan yumaloq ustal yig'iniga qatnashdi. Doktor Sayragul xonim Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni takror so'zlab o'tdi. Muavin rais Sayragul Savutbay Xitoyni javobgarlikka tortish va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun xalqaro jamiyatning unumli harakat qo'llanishining zarur ekanligini aytib o'tdi va o'zining Sharq Turkiston va xalqi uchun davomli kurash qilishdagi tavranmas irodasini qayta ta'kidladi. Yolg'on tashviqot tarqatishda tajovuzchi Xitoyga o'xshab qoladigan Dunyo Uyg'ur qurultiyi torbetlarida yolg'on xabarlarni tarqatishdan voz kechgani yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultiyining torbetida mundaq deyilgan: Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston milliy qurultiyi va Sharq Turkiston yoshlar qurultiyini birlashtirib, 2004-yili 16 aprel kuni Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan birlashma tashkilot. Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash uchun o'xshash bo'lgan faoliyatlarni elib berib, tunishini o'stirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashiga aktiv aralashishni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat va tashkilotlarga, Yevropa Birligi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari mexanizmiga aralashib, Sharq Turkiston va muajiratdagi Uyg'urlarning demokratiya, inson haqlari va erkinligini qo'g'didi. O'tgan 20 yil ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro sahnada Uyg'ur inson haqlari dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi unumli natijalarni qo'lga keltirdi. 2021-yili Uyg'ur sudi Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm qildi. Buningga ergashib, dunyo miqyosidagi bir davlat hukumati va 11 davlatning parlamenti Xitoyning vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro tashviqot, ijtimoiy axborot, aloqa, raqamlik bexatarlik qatorliq sohalarda nurg'ulg'an Uyg'ur yoshlari tashabbuschilarini yetishtirdi. Tirishchanliklarimizning ta'sirida 2023 va 2024-yili 2 qatim Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga ko'rsatildi, degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi 23 mart kuni buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkas qaytirib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi xato tashviqot tarqatishni to'xtatishi kerak. Ularning saxta tashabbusining dalil ta'tirisicha Sharq Turkiston milliy qurultiyi va Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Dunyo Uyg'ur qurultiyini barliqqa keltirmadi. Sharq Turkiston milliy qurultiyi parchalanib, uning ichidagi avtonomiya huquqini talab qiladiganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyini qurish uchun Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bilan birlashdi. Mustaqillikni talab qiladigan guruhga Sharq Turkiston surgunda hukumatini qurdi. Buningdan sirt, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishiga aloqador vaqt jadvalini to'g'ri o'tirg'a qo'yish to'liq muhim. Uyg'ur sudi 2021-yili dekabr Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb hukm chiqarishdan burun Amerika hukumati va Kanada, Belgiya, Gollandiya, Chex, Litva va Angliya parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati deb e'tirof qildi, dedi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olgandan boshlab, Sharq Turkistonning boyliqlarini talon-taroj qilish qilmishi yildan yilga kuchaygan.
Tajovuzchi Xitoyning sirtqa qarta echayotgan ko'p tillik zuoni CGTN xabar to'rining 24 mart kunidagi xabariga qaraganda, Tarim neftikining darajadan tashqari o'ltira cho'nqur qatlamiga 1 milliard kub metr tabiiy gaz sig'adigan bo'lib, 2024 yili Tarim neftiki 14 o'ltira cho'nqur gaz quduqini ishga kirishtirib, Xitoyning g'arbdan sharqqa tutishadigan turba yo'lini 1 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gaz bilan ta'minlagan. Tarim neftlikining Janubiy Tianshan tog'idagi neft bug'lash quduqi bo'zi 25 hozir tijorat boshlagan bo'lib, Tarim neftlikining sharqqa neft tush masofasini 10 kilometrga yaqin kengaytgan. Xitoy tajovuzchilari Tarim neftlikidan 2014 yili sentabrdan hozirgacha 350 milliard kub metr neftni talon-taroj qilib, Xitoyning markaziy va sharq tarafdagi rayonlarga yetkazib, 466 million tonna ko'mirning qo'llanilishini tengshab, 750 million tonna karbon oksidning qo'yib berilishining oldini olgan. Tarim neftligi Xitoydagi 15 o'lka darajalik rayondagi 120 dan ortiq shaharni neft bilan ta'minlagan. Xitoy igdorchiligidagi ximiya magnati, Xitoy Kompartiya a'zolari va kuchli ta'sirga ega ba'zi tashkilotlarning rahbarligida Amerikaning markaziga yetkazilgan. Gündəlik çağırğıcı xəbərləri fondining 26 mart günidagi xəbərə qaraganda, Gündəlik çağırğıcı xəbərləri fondining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Amerikada zavod qurishni planlayotgan Xitoy ximiyalik ishlab chiqaruvchining yuqori darajalik amaldorlari Xitoy Kompartiyasi va uningga qarashli tashkilotlarga tava ekan. Xitoydagi Shenzhen Kapchim texnikasining igdorchiligidagi tarmoq shirkati Kapchim texnikasi Amerika Ohio shtatida 120 million dollar, Louisiana shtatida 350 million dollarlik zavod qurmoqchi bo'lgan. Xitoydagi Shenzhen Kapchim texnikasi Xitoy Kompartiyasining necha 10 a'zosini ishlatadi ekan. Kapchim va uning yuqori darajalik boshqaruvchilari Xitoy Kompartiyasining ta'sir ko'rsatish harakatiga munosabatli tashkilotlarda vazifa o'tagan ekan. Elektronlik mashinalarda batareyaga ishlatiladigan ximiyalik buyumlarni ishlab chiqaradigan Kapchim Xitoy hukumat organlaridan necha 10 million dollar to'liqlama olgan ekan. Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partisi yig'inining raisi, New York Cumhuriyetçiler Partisining Avam Palata a'zosi Elisa Stefan Xitoy Kompartiyasi shirkatlarining Amerika tuprog'ida o'rnining yo'qligini aytgan. Gündəlik çağırğıcı xəbərləri fondining Kapchimning Xitoydagi ijtimoiy aloqa hisobotini tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, bu shirkat 2020 yili 6 oygacha Xitoy Kompartiyasining 44 a'zosini ishlatgan ekan. 2023 yildagi ayrim ijtimoiy taratquda Kapchim prezidenti Jo Davin shirkatning Xitoy Kompartiyasining tarmog'ining partiya sekretari deb tasvirlangan ekan. Ramazon oyi ibodat va tafakkur oyi, shundaqla aqliy va jismoniy ibodatning moddiy va ma'naviy xayrliklarni jam qilib olishning mavsumi bo'lish e'tibori bilan har jihatdan islomiy shuurni o'stirish, musulmonlik kimligining milliy ruhdagi izlarini cho'nqurlashtirish va unutilgan hamda unutildirilgan qimmatlarni tirildirishning muhim paytlaridan biri. Shundaq ekan, bu paytni qandaqdir quduqqa tosh etish paytiga aylantirib olmaslik. Aksicha, shundaq bo'lishining oldini olib sagak turish hamma birdek diqqat qilishga tegishli masalalardan biri. Ammo ko'rmoqdimizki, o'rtada na quduq bor, na aql. Aksicha, bir dalta chiqib tosh otsa, daltaning daltalik o'yiniga dastlab selishdan ehtiyot qilish o'rniga daltaning daltaligiga qo'shilib quduqqa tosh etishib berish qayercha aqlliq. Alayliq Nur ekrani nomi bilan vaz tabliqchilikning kameralik nashrini bozorga selayotgan atalmish tadqiqotchilik davrini bozorga tutmagandan keyin diniy da'vatchilik qalpiqi bilan vazchi youtuberlar sepini qizitib kelayotgan yaqinqi mezgillarda podkast tabliqchiligining mezini chiqarib, diniy xitobning saviya darajasini ko't-ko'tliq tusida intayin tuvan saviya bilan elib ketayotgan Nur ekrani da'vatchisining zakat masalasi haqida ishlagan programmasi ijtimoiy tarmoqlarda aktiv ko'rinib kelayotgan bir siyosiy faoliyatchi tarafidan tanqid nishoniga ilindi. Albatta, ozroq islomiy ilmlardan xabari bo'lgan yoki sohaning ahli bo'lgan va ya sifatli islomiy mazmunlarning ko'rurmanlari tarafidan ancha e'tiborga ilinib ketmaydigan bu kanalning tashviqotlarining tanqidlanishi birinchi qatimliq ishmi emas. Telefon yoki ijtimoiy tarmoqlarda videolari ko'zga putlashgan, zaman atlab o'tib ketish nisbati yuqori bo'lgan, bo'libmi islomiy ilmlarda ko'zga ko'ringan, shar'iy ilmda davrimizda peshvo hisoblanadigan biror ilm arbobi yoki muassasaning hech qanday e'tirofiga, da'vat metodining mazmun sifatining sog'lomligi xususida aqalliy tazkiyagami erisholmagan, aksicha zamon noma'lum eg'iz maymoq ketish tufayli
ularning tuzatma berishlariga, sezgir aqidli xatoliklarga tuzatma berib, ahiltini taslashiga majbur qilishdek vaziyatlarning bosh personaji bo'lgan mazkur tolibchoq amdilikda diniy soatliklarning suzguchiga ilinishmasdan siyosiy soatliklarga yana kelib diniy soha bilan yaqindan munosabatim yo'q. Balki diniy saviyasi avam darajasidagilarningmi alkikiga suzilib chiqib qoladigan darajada fosh bo'lishi ajoyib. Chunki mazkur youtuberchi Kotkot Talib haqiqatan sifatlik islomiy mazmunlar bilan soha ahlilarining diqqatiga sazovor bo'lgudek saviya sapani ilg'a qilolgudek ko'rarmanlar to'pini o'ziga jalb qilolganda edi. Tanqid suzgichida birinchi bo'lib siyosiy faoliyatchining emas, balki shar'iy ilm sohasidagilarning alkikiga tushgan bo'ladi. Ammo mazkur tolibchoqning chala bilarmanlik bilan shar'iy sohani petag'dashga uringanligi bir diniy sohaning tanqidchisidan emas, siyosiy sohadagi avomunnas qatori diniy saviyaga ega bir musulmon faoliyatchining bayqishidan xabar topgan bo'ldik. Bumu diniy va ilmiy sohadagilarning tanqidchiatga qaytsizlik, beparvolik vaziyatini yo'ritadigan afsusliq bir vaziyat. Albatta, tanqid o'tirg'a chiqqan ekan, albatta, masalaga to'g'ri diagnoz qo'yish, tarqalgan zakot haqidagi videoni sovuqqonlik bilan o'tirib, zodi shundoq bir tanqidga loyiq bo'lganmi yo'q. Masalaga aslida bu da'vatchi ko'nglida mundaq demoqchi edi. Pardasida emas, atalmish da'vatchimiz zodi mazkur zakot temasida haqiqatan da'vatchilik qildimi yoki atkachalarcha mubtiliq va fatvo sohasining rolini elishga zo'riqdimi? Peshqadam ilm ahliga xos mazmun bayon qilganmi yoki Әдсізләчә xuddi nausta video təhlilçilərdək şər'i hükümlər üstüdə yırtıb kesiş, pichib söküş hərəkəti elib barğanmı? Əgər bu talibçaq həddini eşib mubtiliq qılıbatqan bolsa, işləyən videosi özü iddia qılğandək rastilla zakat haqida təfsili bayan degidək görürmələrini közgə ilmigidək və hətta siyasi qatlamdakilərning haqlıq itirazıga duch kelgidək chala-çalpaqcha, tom-tuvaqcha məsələ bayan qilish, mücməl bolğandan sırt pichilgan hukm qanchalik durust va to'g'ri bo'lgan degan nuqtalarga qarash, to'liqliqdek yoki tuzatgidek nuqtalar bo'lsa tushuncha berish, o'qishmaslik bo'lgudek ahvol bo'lsa buni tanqid qilguvchi tarafga sovuqqonlik bilan tushuntirib qo'yishdek aqalli tutum ko'rsatishi, ilm axloqiga to'g'ri keladigan to'g'ri pozitsiyani ko'rsatishi kerak bo'ladi. Lekin vaziyatning ro'yi holatidan ma'lum bo'ldiki, bundaq bir to'g'ri yo'sindagi masala hal qilish urinishi na tolibchoqdan na qarisiga chapan yapquchilardan ko'zga cheliqmadi. Aksicha tolibchoqning dasturxondosh, ko'na ulfatdosh va ya tapovatdosh sanaladigan bir qism molla toifasi avval ishni siyosiy tanqidchining allaqandoq siyosiy tutumlarini pash qilib eg'iz tuvoqlashqa, sen o'zing undaqding, mundaqding degan tariqada masalaning relisini burashqa urindi. Ko'rdikki, bu sohada masala ko'rilsa, avval o'zimizni tekshirib ko'raylik. Özümüz ilim və şəri sohalarning ilm ta'limini bildiganlar bo'lgandikin, avval o'zimizdan tekshirib ko'raylik. Tanqid qilingan temada haqiqatan masala bormi yo'q? Qarab chiqayli, deydigan insof egalari chiqishi kerak edi. Masala hal qilish tarafdorligidagilar ko'zga chaliqish tugul, aksicha tanqid qiluvchining niyatidan kir izlash, uning ojiz deb qaragan nuqtalarini totolab qamollash orqali masalani boshqa yoqqa burash. To'g'risi, davlatining davlatligiga bo'lishib, quduqqa tosh etishib berishish hodisasi ko'rildi. To'g'ri bo'lgan munozara yo'nalishi hozirlanish o'rniga, o'g'rining qo'li agri emasligiga yanchiqchi guvoh bo'lgan tariqada qilcha baho berish salohiyati yo'q putlar oraga tushib, atalmish da'vatchi tolibchoqni ahli sunnat da'vatchisi, yana bir nima desa deb tazkiya qilib oqlabma ulgurdi. Shuningdek, masalaning bosh javobgarimi o'zining nima deganligi va demoqchi bo'lganligini chiqib ikki og'iz ifodalash orqali to'mtoqliqni bo'yniga ilib chiroyli izohat berib raddiya berish o'rniga yuqorqidek qutublashishga, judolashishga yetadigan atmosferaning shamlidan huzur surib, jimmida tomosha ko'rishdan boshqa soyasini ko'rsatmadi. Demak, masalaning bu tarafimi davlatlikning saviyasining qaysi darajadagi chakanliq va bag'razlik bilan xarakterlanganligini uqtirib berdi. Demak, o'rtada bundaq bir qo'chish, noinsoflarcha masaladan masala shaxlatib, aslidagi masalani bema'ni va ahamiyatsiz mojaroga yo'nlantirish bo'lgan ekan, bu haqda masalani uning sohasining nuqtai nazari bo'yicha tahlil qilib ko'rish aqallidir. Albatta, ajiba mazkur tolibchoqning fatvo maqomini pitiqlab o'ynagan atalmish davlat kanalidagi zakot haqidagi tafsiliy bayonnomalik videosi tanqid qilinmasligi kerak bo'lgan
tanqid yuzlandirilgan nuqtalarmı ko'rmasga selinsa bo'laveradigan masalalar mıydı? Ortada bu darajada oynash yuz berayotgan ekan, undaqda biz tanqidchi nazari bilan videodagi masala bor deb qaralgan nuqtalarga yaqqol bir nazar bilan ko'z yuritib chiqayli. Burhan Muhammadning "O'zimi azidu, o'zginimi azdirdu" nomli maqolasidan elindi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anlatiladi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.